Endi pul to'lab shifokorga ham borish kerak emasmi? ChatGPTning avgustda chiqqan yangi versiyasining davolarini eshitamiz. Qon analizlarini, biopsiyani yaxshi o'qiydi, natijalar bo'yicha konsultatsiya bera oladi. Hattoki shifokorlar aniqlanmagan bemorlarda ham saraton aniqlangan keyslar bor. Meditsinskiy testlarda realniy shifokor ekspertlarga nisbatan 30% balandroq natija ko'rsatgan. Undan tashqari shifokorlarning o'zlari ham hozir ishda ChatGPT ishlatishadi. Shifokorlar kam bo'lgan rayonlarda yordam bera oladi. Teoretik accuracy yetarlicha baland bo'lsa, ya'ni to'g'ri natijalar foizi baland bo'lsa, shifokorning konsultatsiyasini o'rnini bosa oladi. Tim bo'lib shifokorlar ham xato qiladi. Men o'zim analizlarimni ChatGPT ga berganimda, uni xulosalari shifokorimning xulosalari bilan juda o'xshash bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham bu mashina, uni to'g'rilab boshqarib turadigan inson kerak. Chunki mashinada insoniylik yo'q, meditsinada esa insoniylik juda muhim. Odamlar lekin baribir skoriy olib ketmagungacha doktorga bormaydi-yu. Hatto GPT bilan gaplashsa yaxshi emasmi? Shifokor yoki ChatGPT? Sizning fikringiz?